Hammaga salom. Bu birinchi qism. Hozir do'stlar, men Minecraft'ni yuklayapman va bugungi videomizda oddiy survival bo'ladi. Va unda mana Minecraft'imiz ham yuklanib olyapti. Shu paytda reklama. Shu paytda reklama. Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar. Bu yerda hozirda oldin 2 obunachi bo'ldi va mana bu yerda ko'rib turgan kanallarga ham obuna bo'linglar. Ana savollarga kanal ham bor. Bu yerda Minecraftga savol beradigan kanal bor. Agarda siz men bilan bog'lanishingiz uchun mana bu narsani izlashlar. Shunda men kelaman. Va bizda mana bunaqa bot ham bor. O bot modlar uchun bot. Mana men Minecraftga ham kirib oldim va endi biz hozir Minecraftga yangi narsalar, ya'ni Minecraftning 26.2 versiyasiga bir hayvon qo'shildi deyishganda, o'sha rostmikan yo'qmi tekshirib ko'rish uchun men kreativga o'tdim. Mana bu yerga o'tamiz. Men oxirgi marta 26.0.23 da o'ynaganman. Hozir bunaqa narsa ko'rmayapman. O'zgarishlar. Mana bu blok. Qanaqa blok? Bu yerda hech qanaqa blok yo'q ekan. Va endi biz survivalga o'tsak ham bo'ladi. Bo'ldi. Endi bu yerda daraxt chopamiz. Verstakni qo'yamiz, birkani yasaymiz, verstakni buzamiz va biz toshlarni qaziymiz. Yana bir bor verstakni qo'yamiz va bu yerda kirki yasaymizda. Chipak yasaymiz. Xullas biz temir aslahalarga tayyormiz. Biz endi ovqatlar to'playmiz. Endi men yangi shaxta ishlayapman o'ldirib. Mana endi ovqatimiz ham bor. Mana qachondir kerak bo'lib qoladi. Mana uni o'ldirsak, biz o'zimizga bitta krovat yasa olamiz. Bo'ldi. Xullas do'stlar, videomiz ham zerikarli bo'lib ketdi. Endi men sizlarga birdaniga kuchayganimda ko'rsataman. Hozir 1 2 3 dadam. Xullas men temirli bo'ldim va mendan
Mana bu narsa bor. Mana. Yo. Shuna qilib tiqib olamiz zombilarga. Eslama o'z zombiga. Ye. Ishlatolmasdan qoldim. Hozir buni zombiga shunaqangi tiqamizki. Va xullas. Men suvli baqir ham yesadim va men shunaqa temirli bo'ldim. Mana bu ovozlarga e'tibor bermaysizlar. Ukalarim bor edi, ana shular gapiryapti. Xullas biz shu yerdan turib water drop qilamiz. O'xshamadi. Endi biz o'zimizga tezroq olmos topishimiz kerak. Va mana men almosdek ham bo'lib oldim. Videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Va kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni eshitmanglar. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni esingizda chiqarmanglar. Chunki men tezroq 100 taga erishishim kerak. Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Va u yerda men chatim bor. Aytib qo'yishim kerak. U yerda agarda men Telegram kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, chatga umuman yozolmaysizlar. Mana bo'ldi. Xullas, video tugadi. Hayır.